Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga keks retsept bilan bo'lishmoqchiman. 1 choy qoshiq non so'daga uksus solib, qatig'imizni sovolib olib qo'yamiz. 3 dona tuxumimizni chaqib olamiz. Chaqib olganimizdan so'ng 1 stakan shakar solamiz. Hech qanaqa tarozilarda o'lchamadim. Shunaqa piyola stakanda o'lchadim. 1 stakan qatiq edi. Endi qatig'imizni solamiz. Yarim piyola o'simlik yog', pista yog'idan solamiz hidsiz. Endi unlarimizni ozroq-ozroqdan solib, elidan o'tkazib olib, vinchik yordamida yaxshilab aralashtirib olamiz. Razli solamiz, ozroq vanilin solamiz va yana aralashtirib olamiz. Xamirimizni aralashtirib olganimizdan so'ng ozgina rang qo'shdim. Bu rang xo'roz qandlarga yoki qanaqadir olma qandlarga qo'shiladigan rangdan foydalandim va yaxshilab aralashtirib olamiz. Farzandlarimiz mazza qilib yeydigan keks bo'ladi. Albatta sizlar ham uyda tayyorlab ko'ring. Hozirgi kunda masalan magazinlarda kekslarni donasi 5000 dan sotilayotgan pallada uyda 5000 ga kamida 10-15 ta qilsa bo'ladi albatta. Endi hech qanaqa qoliplarsiz, qolibim yo'q deb bahona qila olmaymiz. Albatta piyolada qilsa bo'ladi. Uyda qanday piyoladan bo'lishidan qat'iy nazar piyolarimizni yog'lab olamiz. Piyolarni yog'lab olib, kekslarimizni sovolamiz. Piyola sinib ketadimi deb ko'plar so'rashadi. Yo'q, hech qanaqa piyolaga zarar yetmaydi. Hech qanaqa chornab yoki sinib ketmaydi. Bemalol pishirsangiz bo'ladi. Xamirlarimizni sovolamiz. Ustiga xohishga qarab shokolad yoki mak yoki yong'oq sepsangiz bo'ladi. Men makdan foydalandim. Endi qizib turgan duxovkamizga 160-170 gradusga 15-20 minutga qo'yib pishirib oldim. Ko'rib turganlaringizdek, farzandlarim kutishmadi, tezroq yeylik oyijon, issiq bo'lsa ham deb. Chunki rangiga qiziqib, juda ham qiziqib qolishdi farzandlarim, tezroq yeya qolaylik deb. Shuning uchun issiqda bo'lsa ham olishga harakat qildim videoga. Mana ko'rib turganlaringizdek, ichlari juda ham zo'r pishib chiqdi. Mana ichlarini ham ochib ko'rsataman. Yumshoqqina farzandlarimiz mazza qilib yeydigan keks bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Hamma narsa uydan chiqadigan masalliqlar albatta. Albatta retsept yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.